Arzon narxda tayyor 6 sotuvli uchastka qidirib yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga Toshkent Shakarcha mahallaga kelganmiz. Yo'lning yuzidan zapravka yonidan kiraverishga ikkinchi liniyada joylashgan o'zini shunaqa 20 metr fasadiga ega tayyor 6 sotuvdan iborat uchastkamiz srochno sotuvga chiqdi. Lokatsiya juda ham zo'r joyda joylashgan. Bu yoq tomon O'rikzor, bu yoq tomon ipodrom o'rtada joylashgan. Betonga yo'lning yuziga yaqin ko'ryapsizlar o'zini ikkita darvozalariga ega. Bu yoq tomon garaj qilib, bu yoq tomon uyga kiraverish qismi. Fasadi ham juda ham chiroyli holatda turibdi. O'rtoqlar kiravishimizdan shunaqa o'zini ajoyib keng darvozaxonasi kutib oladi. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli remont qilib qo'yishibdi. Bemalol 5-6 ta mashinaga sig'adigan joy bor. Hovlimizda umumiy 8 ta xona, 2 ta sanuzel bor. Bemalol kirib yashaydigan darajada. Videoni ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. Hovlimizda deyarli yarim qismi polni tegi fotbol qilingan. Ya'ni yetarlicha o'zining katta joyi bor. Bemalol skalat sifatida qo'llansanglar bo'ladi. Kommunalka tizimiga keladigan bo'lsak, hovlimizda gazdan, suvdan, svetdan, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Hammasi o'tkazilgan, tayyor. Hovlimiz kvadrat shaklida qurilgan, ya'ni ko'ryapsizlar 20 ga olmish, juda ham chiroyli. O'rta polni zeloniy zona. To'g'rida yetarlicha xohlasanglar o'zingizlar yangi imorat yo bo'lmasam letniy kuxni tapchan o'zingizlarga chiroyli sharoit qilib olsanglar bo'ladi. Bemalol maza qilib dam oladigan joyi. Bu akalar uyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, shu atrofdan uy qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz, manfaatli bo'ladi. Xo'p, eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, narxini uydagilar 220 ming AQSh dollar so'rashyapti. Ipotekaga bank orqali chiqazib olsanglar ham bo'ladi. Bemalol pastak nomerlarga aloqa qilib, qolgan ma'lumotlarni olib, baraka qilaverasizlar. Hammaga omad.